Agar buvingiznikiga borganingizda buvingiz burchakda turib og'ir nafas olayotganini sezsangiz, bu endi sizning buvingiz emas, bu terisimon, ya'ni kasallangan joy aholisi qiyofasiga kiradigan mavjudot. Omon qolish uchun quyidagi ko'rsatmalarga amal qiling. Birinchi qadam, terisimondan ko'zingizni uzmang. Agar ko'zingizni pirpiratishingiz kerak bo'lsa, har bir ko'zni alohida yumib oching. Ikkinchi qadam, u bilan gaplashmang, unga tegmang va yaqinlashmang. Bu harakatlar mavjudotni faollashtiradi. Undan keyin esa qutulish juda qiyin bo'ladi. Uchinchi qadam, sekin asta xonadan orqaga chekining va o'zingizni tinch tuting. Hayajonlanmaslikka harakat qiling. Agar yurak urishingiz minutiga 140 dan oshsa, mavjudot sizni qidirishni boshlaydi. To'rtinchi qadam, agar uning nafas olishi tezlashib, yanada balandroq bo'lsa, yuguring va suv saqlanadigan rezervuarni toping. Terisimon sizning yoningizda paydo bo'lishidan oldin sizda juda oz vaqt bo'ladi. Beshinchi qadam, agar ulgurib suvga yetib borsangiz, mavjudot passiv holatga o'tadi va yo'qoladi. Dastlabki xonada yana paydo bo'ladi. Endi sizda obyektdan chiqib ketish uchun barcha imkoniyat bor.